Barchaga assalomu alaykum. YouTube'dan bizni kuzatayotgan hurmatli mijozlar, arqamdagi texnikalar ko'ryapsizlarmi? 3 dan terib qo'ydik. Tak 145 talik, 145 plus Hyundai texnikalar barchasini Qozog'istonning Shimkent shahriga yuboryapmiz bizni logistikamiz orqali. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini bitta-bitta tanishtirib o'taman. Logistikamiz orqali chiqib ketayotganligi uchun bu texnikaning narxlarini shaxsan men bilmayman. Shuning uchun narxini ayta olmayman. Logistika xizmatimiz kerak bo'lsa, faqat shu quyidagi telefon raqamlariga bog'lansanglar, sizlar bilan gaplashamiz. Endi esa ketdik. Birinchi texnikamiz 145 talik plus komplektida bitta o'zini katta kovushi, 360 adapteri, JK hamda qisqichi bor ekan. Juda ham ajoyib texnika. Qozog'istonning Shimkent shahriga jo'nab ketyapti. 7600 soat ishlagan texnika ekan. Xo'p, keyingisi esa full komplektmi nima? Bitta, ikkita kovush, 360 adapter hamda mana bu tarafida отбойниga ham bor. Отбойниga ham bor ekan. Shu full komplekt texnikamiz bu ham Qozog'istonning Shimkent shahriga jo'nab ketyapti. Ishlagan soati 6900 soat ekan. Texnikani qaranglar, taglarini. Juda ham chiroyli turibdi. Keyingisi bu ham full komplekt texnika ekan, 145 talik plus. Mana kovushi, ikkita отбойниga, 360 adapteri alohida olib qo'yilibdi. Bu o'zi shu Qozog'istonga borgandan keyin o'rnatiladi, hamda qisqichi bor. Ikkita 145 plusga qaraganda bu texnikani mana balonlari sal eskiroq ekan. Keyinroq almashtirilsa bo'ladi. Bu texnikamizni ishlagan soati esa 8100 soat ishlagan texnika ekan. Shunday qilib, hozir bu yerda mana Inchon portini, shundoq darvozasini tagida turibmiz. 3 ta 145 talik texnikamiz tayyor. Bitta kichkina mini texnikamiz ham bor. Bularga sherik. U Inchon portga kirib ketib bo'ldi ichkariga. Va hozir mana buni shipping marklarini yopishtirib olgandan keyin xudo xolasa bu uchalasini ham portga olib kirib tashlaymiz. Kimga agar logistika xizmatlari kerak bo'lsa, Janubiy Koreyadan butun SNG mamlakatlariga yoki boshqa butun dunyoga farqi yo'q. Shunaqa texnikalar yoki avtomobillarni yuborib berish kerak bo'lsa, biz yuborib bera olamiz. Mana bu yerda telefon raqamlarini ko'rsatyapmiz. Mana bu yerda chiqadi yoki ushbu videoni tagida ham qoldiramiz. Telegram, WhatsApp raqamlarimiz, kanallarimiz shularga bog'lanib bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar texnika kerak bo'lsa, sizlarga butun texnika yuborib berishdan tashqari biz texnikani sizlar uchun qidirib topib, siz istagan modeldagi texnikalarni qidirib topib sizga olib beramiz. Sizning ko'nglingizdagi texnikani olib beramiz va hamma hujjatlarni o'zimiz qilib yuborib beramiz. Bojxona to'lovidan tashqari yo'l kira xizmatlari, texnikaning narxi, barcha hujjat jarayonlari hammasini o'zimiz amalga oshiramiz. Faqat texnika borgandan keyin bojxona to'lovini to'lab olib chiqib ketsangiz bo'ldi. Demak, bizga Arti Holdings kompaniyasiga bog'laning hamda bizning xizmatlarimizdan foydalaning.